Kapot, javob beraman. Bu safar aniq eplolmaysan. Ha, nima deyapsan? O'tgan safar ham yutganman 3 stakni o'zim yutib olganman. Bu safar 100 milliard foiz aniq yutaman. U boshqa edi-da. Endi bu safar aniq yutkazasan. Ha, nima deyapsizlar? Ey, bu safar ham aniq turib beraman. Qizil chiziqda 24 soat jo'lla. Mayli bo'lmasam tayyorlan, bo'l. O'ta olasan ko'ramiz. Bo'l, tezroq tayyorlan, keyin boshlaymiz. Ha, bo'ldi-da, hozir tayyorlanib kelaman. Kakrat obunachilarni salomlashim kerak edi. Barchaga salom men Kompot. Bizning yangi videomizga xush kelibsizlar. 8 yoldan bitta video chiqargan edim. 3 kun shu chiziqda qolish degan videoni chiqargan edim va u videoda ham albatta uddalagan edim. 3 kun qolgan edim. 3 kun. O'ylayapsizlarmi 3 kun, ha? Ha, bu safar esa 24 soat qolishim kerak. 24 soat men uchun hech narsa emas. Bo'lmasam boshlaymizmi? Let's go. 24 soat men uchun chipuhay. Men aniq bilaman yutishim 100%. Chunki men oldin yutganman. Ha, hozir kirkamni olaman va o'zimga qilich, yana ozgina bitta non, unchaga ham yetmaydi. Telefonimni, yo'q, telefon kerak emas. 24 soat jo'lla men uchun. Xo'sh, qaysi guruhda turishim kerak? Nima? Mana kapot, mana aylana. Qani normalniy aylana. Shu hammi? Men qana turaman bu yerda? Mana kapot. Jinni misra bu yerda tura olmayman. Qaranglar, vaqti turish imkonsiz. Bu yerda nima bir putlab turishga to'g'ri keladi. Jinni misralar? Ha, nima bo'libdi? 24 soat bir putlab turasan-da. Yo'q. Bu juda ham kulgili emas. Men bu yerda turmayman. Ha, mayli, 5 stak izimrud beramiz deyotgandik. Qancha izimrud deding? Ha, kapot, 5 stak izimrud. Agar shu yerda 24 soat qolib bersang, men senga 5 stak izimrud beraman. Nima? 5 stak izimrudga shu turish qana turaman men bu yerda? Ha, menga zo'r ideya keldi. Nima deding, kapot? Yo'q, hech narsa demadim. Hali vaqt tugamadi. Hozir to'xtab turinglar. Hozir tayyorlanib kelay. Menga juda ham zo'r ideya keldi. Juda zo'r. Hozir aytib beraman. Короче, hozir men sizlarga ko'rsataman. Короче, mana buni tagida mening yashirin sandig'im bor va buning ichida narsalarim bor. Bu juda zo'r narsalar. Короче, shular, shu qaysi bir kerak bo'lar ekan menga? To'xtab turinglar. Bular hammasi menga kerak bo'ladi. Ha, olib olamiz. Bularni hammasini olib olamiz. Chunki hammasi bizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Verstak ham kerak bo'lib qoladi. Mana bu ham qarashni olib olamiz. Endi esa hammasi tayyor. Xo'sh, mana bular nimaligini bilmayotgan bo'lsanglar hozir ko'rsataman. Короче, bu kichkinayadi. Короче, shunaqa kichinarsanglar bo'ladi va nariginisida kattayasan. Короче, buni qishloqlarga aytmayman va o'yin boshlangandan keyin esa buni aytaman. Bo'lmasa ular ayta olmay qolishadi. Shunga bunday qilamiz-da. Короче, g'irromlik deb qolishadi. Короче, qo'shma qo'yish mumkin. Shunga ketdik bo'lmasam, let's go. Kapot, tayyormisan bitta putlab turishga? Ha, men tayyorman bitta putlab turishga. Ha, bo'pti, olasam. Tayyor bo'lsang, hozir boshlaymiz. Ish qilib tura olasanmi? Bilmadim. 1, 2, 3. Nima qishloqqa o'yin boshlandi уже, bo'ldi. Sen qanday qilib kichkina bo'lib qolding? Shu oddiy, mana qaranglar, kattalar joy mazza qilib endi joyda turaman. Sen g'irrom o'ynayapsan. Nimaga g'irrom o'ynayapman? O'zinglar aytmadinglar kichkina bo'lish mumkin emasligini. Yo'q, endi buku emas. Endi buku emas. Yo'q, o'sha o'yin boshlanib o'tdi, to'g'rimi? Ha, mayli, qo'rqmanglar qishloqlar. Baribir o'tira olmaydi kichkina bo'lib ham. Ha, mayli, kapot, mayli, 24 soat turasanmi ko'ramiz. Ha, mayli, bo'lmasa men ishlarimni qilaman. Bo'ldi, qishloqlar ham ketdi va endi men bir o'zim qoldim. Ha, endi mana buni hech qachon endi qilmashim kerak, chunki buni bossam kattayaman va o'yindan chiqib ketaman. Shunga bosmash kerak. Endi nima bor ekan, invertanimizni ko'rishimiz kerak. Qaranglar, mencha kichkinaman. Ha, bo'pti, bo'lmasam hozir bizga kerakli narsani qidirishim kerak. Olib turinglar. Xo'sh, sandig'imizni olamiz va sandiqni sekin bo'ldi. Qo'ydik. Endi esa xo'sh, qaranglar, kattaligini bo'lib qaranglar. Kundan ham to'shib turibdi meni ancha va ichiga narsalarimni solib qo'yaman. Xo'sh, mana bularni va bo'ldi, solib qo'ydim. Va endi men bu yerda bir o'zimman. Demak, bir o'zim bo'lsam, bu yerda
Yaxshi. Yo, juda ham shirin non, muncha shirin non bilmadim, juda ham shirin ekan. Xo'sh, endi esa biz nima qilamiz? Xo'sh, sandig'imizdan yana nimadirni olib ko'raychi, nimalar bor yana. Xo'sh, yana nimalar bor ekan? Xo'sh, qaraylikchi. 4 bor ekan. 4tik, buncha mazza 4tik. Xo'sh, qayerga qo'ysam bo'ladi? Mana bu yerga qo'yaman sekingina. Opa, chotki. Bola, nima bu 4 senga yetadimi degan bo'lsalar, albatta menga yetadi. Chunki men kichkinaman, ko'rmayapsizmi? Kichkinaman, demak men bu ovqat men uchun bir umrga. Ha, bir umrga mazza. Uje kun ham tepaga chiqib qoldi. Menga esa yana kun tegyapti. Nima qilsam bo'ladi? Xo'sh, o'ylanish kerak. Juda ham isib ketdim. Xo'sh, hozir o'ylanaychi. Sandig'imda bironta narsa bordir balkim. Xo'sh, sekingina sandig'imni qarab ko'raychi, nimalar borkin sekin. Xo'sh, nima bor? Mana doska bor ekan. Doskani olamiz sekingina. Хорошо, va mana bu piksel. Bu piksel oladigan. Xo'sh, sekingina qo'yishimiz kerak. Nima yetmayapman. Sekingina qo'yamiz. Yetishim kerak sekin. Yo'q, bola, yetmayapman. Sekinlik bilan harakat qilamiz. Iltimos, tegmasdan sekin. Bo'ldi. Bola, ortiqcha nimiz qo'sh. Ozgina yetmayapman. Ozginagina yetmay qolyapman. Nima qilaman? To'rt olib tashlashga to'g'ri keladi. Ovqatimdan ayrilaman ekanda. Afsus. Xo'sh, mayli. Ovqatimizni olsak olamiz. Harakat qilishim kerak. Mayli. Bo'lsak iltimos. Mayli, ovqatimizni olishga to'g'ri keladi. Mayli, endi ovqatimizdan ayrilaman. Xayr, to'rt. Endi menda ovqat qolmadi. Lekin men endi kundan saqlana olaman. Hozir sekingina piksellarni olib olamiz. Xo'sh. Men juda ham ko'proq piksellar olmoqchiman, chunki menga juda ham muhim. Chunki men o'zimga uy qurmoqchiman. Хорошо, mana o'zimga 44 ta olib oldim. Sekingina qo'yib o'zimizga uy quramiz. Хорошо, chotki va mana bu yerdan sekin. Va nihoyat butayin deb qoldim. Bir narsani eslab ketdim. Oldingi bitta videoimda eslab ketdim. U videoda qizil chiziqning ichida dumaloq uy qurish. Lekin bu dumaloq uyga hech o'xshamaydi. To'liq to'rtburchak va kichkina piksellik. Mayli, nima bo'lsa ham sekingina quraveramiz uyimizni desam, xudo ketdi. Mayli, sekingina uyimizni quramiz. Xo'sh, qanaqa? Mana tepalarni ham. Va nihoyat pastki tarafini butdim. Chotki. Endi tomoni qilib qo'ysam bo'ldi. Mana bu yerda eshiklardan, aynaklardan sekingina chiqsam bo'ladi va ozgina qornim ochdi. Mayli, nima bo'lsa ham. Xo'sh, men yerdan sekingina ozgina piksellarni olamiz. Yetmay qoldi chunki. Хорошо, mana ozgina olib olamiz. Xo'sh, bo'ldi. Mana nihoyat butdim. Uyimni ham butdim, tomonni ham. Va nihoyat bola, juda ham charchab ketdim. Butdim va nihoyat. Xo'sh, endi esa sekingina sandig'imizdan o'zimizga ne bor ekan? Mana buni sekingina buzishim kerak. Mana bu yerdan sekingina buzamiz. Yaxshi ham bitta pikseli bor ekan. Sekingina bitta pikselni buzib olamiz. Xo'sh, sekingina qo'yib olamiz. Mana nihoyat endi bundan piksellarni olamiz. Bu nimaga deyotgan bo'lsanglar, albatta polimga-da, albatta nimaga ham bo'lar edi. Lekin qornim ancha ochib qoldi. Mayli, sekingina uyimizning pollarini ham olib turamiz. Sekingina olamiz. Xo'sh, va endi qo'yib chiqamiz. Let's go. Ancha yaxshi bo'ldi. Poli ham chiroyli, uyimiz sal keraksiz narsalarni sandiqdan ritib tashladim. Kimdir dosh eshityapti. Seni ko'rgani keldim. Qishloqi qayerdasan? Mana bu yerda ekansan. Salom qishloqi. Nima? Uy qurdingmi o'zingga? Yaxshi-yu. Qishloqi. Miyaga kelgan. Qara. To'g'ri. Mayli, quraver. Buzilmasa bo'ldi. Qishloqi, qanaqa buzilish deding? Nima? Qanaqa buzilish, Bo'li, nima qanaqadir buzilish qarab tushmadim. Mayli, nima bo'lsa ham o'zimning sandig'imda nimalar bor ekan. Xo'sh, qaraylikchi. Lucky block bor ekan. Qani Lucky blockni qo'yib ne qilib ko'raylikchi bitta. Xo'sh, Lucky blockni qo'yib ko'raymikin.
menimcha hozir vaqti emas. Ha, joyi ham bo'lmaydi. Oxirida qo'yamiz, davay. Oxirida albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Oxirida albatta qo'yaman. Xo'sh, yana nimalar bor ekan? Qornim juda ham ochdi. Balki shuni ichsammikin? Bo'ldi, ichaymi? Yo'q. Buni hozir ichadigan payt emas. Ha, ichadigan payt emas. Xo'sh, yana bizda nimalar bor? Pechka, verstak. Ha, verstakman pechka bizga albatta kerak bo'ladi. Xo'sh, mana buni buzamiz desam. Let's go, buzila qol. Opa, bo'ldi. Muncha katta pechka bo'lamaydi. Buni oldida hech kim mana. Qayerga qo'ysam bo'larkan? Hammani mana bu yerga qo'yamiz. Qaranglar, bu o'z pechkaga ham o'xshamaydi. Xuddiki bitta pikseli. Xo'sh, pechkani buzib oldim. Endi esa verstakni qo'yamiz. Chotki bo'l. Endi bundan ham olib olamiz bitta nusxasini va qo'yamiz. Chotki. Ha, yo'qsa bu verstakka o'xshamaydi ham. Ha, mayli, nima bo'lsa ham. Xo'sh, menga juda ham zo'r ideya kelib qoldi. Bizda almaz bor, to'g'rimi? Almazdan esa o'zimga juda ham katta almazni set yasayman. Juda ham zo'r bo'ladi. Faqat mana buni qo'yib olamiz, bo'ldi. Xo'sh, endi esa almazni o'zimizga set yasaymiz. Хорошо. Хорошо. Let's go. Mana bu oyoq kiyim va bosh kiyim. Ha, endi bularni qaranglar. Nima? Bu kichina? Voy bo'lar. Men buni katta bo'ladi deb o'ylabman. Shuncha almazga kuydim. Voy bo'lar. Ha, mayli endi, afsus. Kun ham botay deb qoldi pashti. Ha, bo'lib, kun ham botay deb qoldi va men esa tinchgina mana bu yerda o'tiribman. Mazza qilib o'zi ham ko'ryapsizlarmi? Xo'sh, sandig'imizda nimalar bor ekan? Avtomat bor ekan. Qaranglar, avtomat. O'zi nima kerak menga avtomat, tushunarsiz. Ha, mayli, kerak bo'lib qolar. Mayli, qaranglar, bu ham kichkina. Afsus. Ha, mayli, bo'lmasam bu avtomat sekingina qo'yib olamiz. Xo'sh, хорошо. Bo'la. Balki shuni ichsammikin? Ammo qornim ochdi. Ha, mayli, buni ichmaymiz. Xo'sh, mayli. Xo'sh, nima qilamiz endi? Tushunarsiz. Ha, mayli. Xo'sh, mana bu yerda yana sandig'imizda nimalar bor? Kun botishi ham yomon, ko'p vaqt ketib qoldi o'zi hamchi. Ha, mayli, ko'p botib qolar, bo'lar. Xo'sh, endi esa biz o'zimizga sandiqdan bironta narsa olsammikin? Quyosh ham botadi. Hozir sandig'imizni qaraylikchi, nima bor ekan? Nimani? Ey, qishloqi, nima qilding? Yaramas. Oy, kapot, uzr so'rayman, bilmasdan tepsilib oldim. Sen nima qilib qo'yding? Qishloqi, yaramas. Nima qilding? Uzr, men ko'rmabman. Qishloqi, ha, men senga nima deyishni ham bilmay qoldim. Kapot, bo'ldi, taslim bo'laver. Uying yo'q endi. Qizilchiqdan chiqaver. Yo'q, men taslim bo'lmayman. Men bu yerda oxirgacha 24 soatgacha qolaman. Ha, mayli, menga farqi yo'q. Oxirgacha qolarsang bo'ldi, ish qilib. Ha, yaramas qishloqi. Ha, mayli, nima deyishni ham bilmayman bu qishloqiga. Ha, mayli. Kun ham botang deb qoldi. Xo'sh, qayoqqadir yotishim kerak. Juda ham charchadim. Ishoninglar bo'la. Ha, mayli, nima bo'lsa ham. Xo'sh, uyimni ham qaranglar, buzib tashlagan. Endi qanday yotaman, hayronman, qayoqqa yotsam ekan. Ha, mayli endi. Lekin men uyimni buzgani ham yaxshi bo'ldi. Qaranglar, osmonni qarab yotibman, mazza qilib. Lekin sal sovuqroq pol. Ha, mayli, nima bo'lsa ham yaxshi yotibman-ku. Eng muhimi shu. Ha, juda ham yaxshi mazza qilib yotibman. Qaranglar, boshimni qimirlatib o'tiraversam ham bo'ladi, lekin sal uyqum kelmayapti, chunki qanaqa bunaqa polda kim yota oladi? O'ylab ko'ringlar, qani sandig'imizda nimalar bor ekan. Xo'sh, shuni ichib ko'rsammikin? Ha, mayli, men ichib ko'raychi. Mazza. Mazza qildim o'zi ham bo'lar. Mazza. Juda ham mazza qildim. O'zimni tetik his qilib qoldim. Qaranglar, mazza qilib yuribman. Xo'sh, yana nimalar bor ekan? Xo'sh, mayli, qidirmay qo'yaveraylik. Xo'sh, hech uxlolmayapman, tushunmayapman. Bilmadim, lekin hech uyqum kelmayapti. Bilmadim nimaga tushunmayapman. Hech uyqum kelmayapti. Nima shu? Nima? Zombi! Qanaqadir zombi.
Qo'lida narsasi bor. Bekinish kerak. Bola, o nerda qanaqadir zombi bor. Nima kechqurun zombilar yuradimi? Men bilmagan edim. Qanaqasiga hozirroq sandig'imizdan sekingina avtomat bor. Tezroq avtomat. Yo'qol. Tegmayapti o'qim nimagadir. Yo'qol. Yana bitta kelyapti. Hozirroq Voy, menga yaqinlashyapti. Qoch, o'qim tugab qoldi. Qoch, iltimos, yaqinlashma. Sekin. Tezroq sandig'imizda nima? Qilichimiz bor ekan, qilichimiz. Tezroq, qanisan? Nima? Qayoqqa yo'qolishdi? Nima? Tushunarsiz. Hamayli nima bo'lsa ham, hamayli qilichimiz yaxshilikcha, o'zimizni o'g'irlaganimiz yaxshi. Meninglar qishloqlar kapotni chiqaraveramiz qizil chiqsa. Xuddi o'zi chiqib ketgandek tuyuladi. Davay qilib ko'ramiz. Nima bo'ldi? Qishloqlar keldinglarmi? Xo'sh, nima bo'ldi? Ha, biz keldik. Sen qizil chiziqdan bizdan ko'rganiga edik. Men qizil chiziqdaman. Qizil chiziqdaman. To'xtanglar, soat nechi bo'ldi? Xo'sh. Soatni ayta olmaysizlarmi? Ha, kapot, o'sha vaqt bo'ldi. Chiqaver, bemalol. Bola, men o'zim 24 soat shu kichkina chiziqda yashab qoldim. O'ylayapsizlarmi? Hozir mayli, mana bu narsalarimni olib olamiz va sekingina kattayamiz. 1 2 3. Kattaydi. Salom, kapot. Nima xapasizlar buncha? Nima xapasizlar? Bola, qaranglar. Shu kichkinagina quruqda men 24 soat yashaganimga hech ishona olmayapman. Mayli. Bo'lmasam, izn-notlarimni berasizlarmi? Hozirroq cho'zlaring. 5 tak izn-noting ola qol. Mana nihoyat o'zimning izn-notlarim. 5 tak izn-not. Sanaylikcha 5 tak. Ure! Endi boshqa sporlashmayman. Shunaqa qilganing yaxshi. Men sporlash yomon. Endi men boyvachchaman. Bola, men boyvachchaman. To'xtanglar. Yaxshilikcha yeb olganim yaxshi. Mayli. Xo'sh, aytgancha Loki blogim oxirida buzmoqchi edim. Xo'sh, qo'yamiz. 1 2 3 deb buzamiz. Let's go. Qoch. Kapot, mana bu yalmog'iz kampirni yo'qot. Hozir yo'qotaman. Hozir qilichimni yaramas. Senga. Bo'ldi, o'ldi. Mana nihoyat. Ko'rsapinaylarni ham yo'qot, qo'rqaman. Hozir qishloqlar yo'qotishga harakat qilyapman. Bular muncha qochaveradi. Yo'qota olmadim, korrochi. Mayli, bugun juda ham zo'r kun bo'ldi bola. Kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Bu juda ham muhim. Sizlar men Kompot bo'ldim. Keyingi videolarni ko'rishcha hammaga xayr.